Asal? Va qaynanang yo'q ekan, birato'la tillalarni olib chiqmadingmi? Shuni ham aytib o'tirish kerakmi? Olib chiqmoqchi edim. Lekin qaynanam eshikni quflab, kaltini o'zi bilan olib ketib qopti. Darrov uyga kirib tillalarim qani dedim. Xo'sh, men olganim yo'q deydi. Yo, Darrov uni uyga qamadimda, erim bilan o'g'limga qo'ng'iroq qilib chaqirdim uyga. Choy damlagandim, stol ustida turgandi. Asal oshxonada televizor ko'rib turgandi. Bilmadim, choynini tortdimi yoki bilmasdan tegib ketdimi? Qo'liga to'kildi. Xudoyim. Qo'li ozroq kuyibdi. Sen nega qaramading bolaga? Anavi siz olib borgan folbinga borib kelgandan keyin yana ochdida Marjona bilan Hoshimjon yana battar bo'lib qolishdi. Ha? Menga tashlanib, men bilan janjallashib ketishdi ikkalasi. bunaqa kasal bo'lib, o'lib qolmang tag'in. O'shanda baribir hamma tillalaringiz menga qoladi. Nafasing o'zingga ursin. O'lmayman men. Yaramas. Voy, keldingizmi? Salom qani? Nima meni ko'rib salom esingdan chiqib ketdimi? Yo'q, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oyim qayerdalar? Oyijon ertalabdan beri xonalarda isitmalab yotibdilar. Oyi. Oyi, sizga nima bo'ldi? Olib keldingmi? Ha, oyi, mana olib keldim. Nima bo'ldi sizga? Ertalabdan beri varaja qilaman. Mana u satang bo'lsa bir piyola issiq choy qilib bering desam, o'zingiz qilib olavering dedi. Voy. Damlab ham bermadi. Oyijon. Darrov yolg'on gapirmang. Bunaqa deganim yo'q-ku. Nahotki shunaqa desam? Deding-ku yaramas. Ishonasizmi Nodir aka? Necha marta kirdim oldilariga. Oyijon choy ichasizmi? U bu narsa kerakmi deb. Yo'q, menga hech narsa kerak emas deb o'zlari aytdilar. Ko'zimdan yo'qochiq uydan bulbuli go'yo. Samira, bo'ldi qil. Sen bilan keyin gaplashaman. Hozir borganda avval choy qo'y. Keyin mana bu go'shtni darrov suvga solib, qaynatma sho'rva qilgin. Oyijonim bilan bir mazza qilib ichaylik. Bor. Xo'p bo'ladi. Hozir. O'zimni mehribonimsiz. Oyi, siz kasal bo'lmang. Ilohim baxtimga siz doim sog' salomat bo'ling. Menga qara o'g'lim. Meni mana bu ofatdan qachon qutultirasan? Qachon? Oz qoldi oyi. 5-6 oy qoldi. 5-6 oydan keyin ko'z yoriydi. Ana undan keyin qorasini ham ko'rmaysiz. Ilohim aytganing kelsin bolam. Meni yolg'iz qo'ymagin. Mazam bo'lmayapti. Meni bu ajalni og'ziga tashlab ketmagin. Bo'ldi oyi. Hech qayerga ketmayman. Bemalol yotavering. Men shu yerdaman. Hozir tez yordam chaqiraman. Issig'ingizni o'lchab, ukolmi, dorimi yozib bersa, yugurib borib olib kelaman. Xo'p? Axir siz meni oyijonim, yagonamsiz-ku. Umringdan baraka top bolam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsanmi? Yaxshi, Asal yaxshiman. Xudoga shukr, yaxshi. Kuni bilan o'ziga kelmadi. Bir soatcha bo'ldi ko'zini ochdi. Ovqat yedi. Sharbatlar olib chiqib berdim. O'ziga kelgani yaxshi bo'pti. Ko'p yig'lamadimi? Rustam aka. E'tiborsizlik qildim, meni kechiring. Aybdorman. Ataylab qilmadim. Sal chalg'idim xolos. Kel, hozircha bu haqida gaplashmaylik. O'zi juda ham charchadim. Esimda. Lola Asalga homilador bo'lgan paytida bir ham xursand ediki, qorni chiqqani sari
yaqinda qizim tug'iladi. Xuddi qo'g'irchoqdek kiyintirib, bag'rimga bosib o'ynataman derdi. Nuqul baxtiyor bo'lib, otini Asal qo'yaman derdi. U bizni sevgimiz, asal damlarimizni mevasi-yu derdi. Qizimizni ikkalamiz xiyobonlarda, ko'chalarda birga yetaklashib yurishimizni rosa xohlardi. Joylari jannatdan bo'lsin. Aytganing kelsin. Bu har bir ayolning orzusi farzandli bo'lish va farzandini aylantirib yurish. Sen ham shunaqa orzu qilasanmi? Albatta xohlayman. Har bir ayol orzusi-ku. Farzandli bo'lish, farzandni erkalab yurish. Mayli, men kiyimlarimni almashtirib olay. Onamlarning oldilariga kiray. Ovqat suzmoqchi edingizmi? Yo'q. Keyinroq. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz Zumrad? Rahmat, yaxshi. O'qishlaringiz yaxshimi? Ha, bo'lyapti. Charchamang. Tolib aka, siz mendan xafamisiz? Yo'q, nimaga xafa bo'lishim kerak? Xafa bo'lish uchun asosan sababim yo'q. O'tgan gal o'qishim ko'p, vaqtim yo'q deganim uchun xafa bo'lib qoldingiz deb o'ylabman. Yo'q, tushunaman sizni. Aslida meni ham o'qishim ko'p. Tolib aka, yuring ovqatlangani boramiz. O'qishingiz nima bo'ladi? Yarim soatdan keyin boshlanadi. Ulguraman. Yaxshi. Qoyil. O'zingiz taklif qilishingizni ochig'i kutmagandim. Agar gunohimni yuvmasam, siz mendan butunlay xafa bo'lib ketasiz. Shunaqami? Men bo'lsa sizni xafa qilgim kelmayapti. Shuning uchun o'zim taklif qilaman. Demak, bunaqa xislatlaringizdan bor ekanda. Qanaqa? Kerak bo'lganda o'zingiz tashabbus ko'rsata olishingiz. Ha, shunaqa xislatim ham bor. Yo'q emas. Dadam menga har doim kerakli vaqtda kerakli ishni qilishni bilasan deydilar. Yo'q, qarang-a. Dadangiz yaxshi bo'lar ekan sizni. Ha, dadam-ku axir. Qani yuring. Ketdikmi? Bering. Keling. Jamila? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men shifoxonaga ketyapman. Ha, choy ichib olmaysizmi Rustam aka? O'sha yerda oyimlar bilan nonushta qilib olaman. Ichib olsangiz bo'lardi-da. Yo'q, mayli. Sen Asalni bir ikkita kiyimlarini tayyorlab bersang, yengilroq kiyimlaridan shifoxonaga olib ketaman. Men ham boraman, kiyimlarimni alishtirib. To'xta. Shart emas. Avvalo oyimlar yana asabiylashadilar, borsang. Xotining kelmasin, ko'zim ko'rmasin o'shani deyotgandirlar-da. Hozircha uyda bo'lib tura qolgin. Shu yerda qolgin. Balki uydan ham chiqib ketarman. Menga qara. Ortiqchalik qilyapman-da. Bo'ldi. O'zi shundoq ham oxirgi paytlar rosa asabiyman. Sen ham har xil gaplarni gapiravermagin. Bor undan ko'ra kiyimlarni olib ber. Jamila bo'la qol. Yanga? Yanga? Kelavering. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz yanga? Ha, mana yotibman-da. Xudo xolasa, ozgina qoldi. Yangilik bor. Oz qoldi yanga. Xudo xolasa bu qiyinchilik, azoblaringiz hammasi tugaydi. Aytgancha, yangilikni eshitdingizmi? Eshitdim. Baraka top ilohim Marjona. Baxtingni bersin.
Hasan Husan o'g'illar bersin. Ilohim, aytganingiz kelsin. Aytgancha, kimdan eshitdingiz? Dadangga aytibsan-ku? Ha, Habibulla akam bilan ikkovlari shifoxonaga ketishdi. Qog'ozlarni olib kelish uchun. Ha, chaqqonlar. Darrov, a? Mayli, shunisi ham yaxshi. O'zi hisob raqamlarni olib kelishdimi? Bilmadim. Nima bo'lganini ularni o'zidan so'raysan. Ha, mayli. Amakim kelsinlar, o'zim gaplashib olaman. Yaralaringizga dori qilib qo'ying. Ha, baraka top. Oy, orqalari be. Sekin. Bo'ldi. Kenajon, bu boshimdan hech tashvishlar emas ekanda. Yana nima bo'ldi, Jamilaxon? Tinchlikmi? Nimasini aytay? Falokat bo'ldi, falokat. Unday demang-a. Xudoyim falokatdan asrasin. To'g'risini ayting. Qanday ish bo'ldiki, falokat deb o'ylayapsiz? Uyda oyijon yo'q edilar. Shifokorga qon bosimlarini o'lchatgani ketgandilar. Rustam akam ishlaydilar. Asal ikkalamiz uyda edik. Asal oshxonada televizor ko'rib o'tirdi. Ishxonadan qo'ng'iroq bo'ldi-da, hujjatlarni yuboring deyishgandi. Xonamga chiqib, hujjatlarni rasmga olib tashlayotganimda Asal baqirganidan qo'rqib ketdim. Yugurib tushsam, Asal Nima qilibdi Asalga? issiq choy damlab qo'ygandim, ustiga to'kib yuboribdi. Keyin nima qildingiz? Qo'llari kuyib, go'sht chiqib ketdi. Yomon kuydi. Hech narsa qila olmadim. Tez yordam chaqirib shifoxonaga olib bordim. Amal ham qo'ymadingizmi kuyib qolgan joyiga? Bilmasam, keyin unaqa narsalarni bilmayman-ku, nima qilishni bilmay qoldim. Bola kuyganini ko'rmaganman-ku. Xo'p, keyin nima qildingiz? Kasalxonaga olib bordim. Unga qarashdi. Keyin Rustam akam bilan Oyjon keldi. Rustam akam rosa jahllari chiqib baqirdilar. Nimaga qaramading deb. Oyjon bilasizmi nima dedilar? Bu xotining aytgandim-ku, senga yaxshi emas. Ataylab qilgan. Asali kuysin deb issiq choyi yoniga qo'ygan, ustini ham ochiq qoldirgan dedilar. Voy tavba. Bu xudo xolayam tuhmatchi ayol ekanlar-ya. Nahotki shunaqa degan bo'lsalar? Shunaqa dedilar. O'zi boshdanoq kelishimni xohlamagandilar. Qiynalib ketdim, aybdorlik hissi bilan yashab. Nima qilishni bilmayapman. Uyda shunaqa ortiqcha his qilyapman o'zimni. O'zi bitta dam olish kuni bo'lsa. Xotining qayoqqa ketdi? Oysini uyga ketdi. Keyin Habibulla tog'amni ham xotinini ko'rib kelar ekan. Nimaga mendan ruxsat so'ramadi? Endi u sizni mensimay qo'ydi, oyi. Ey, sen gapga umuman aralashma. Haqiqatni gapirsa senga yoqmaydi. Chunki haqiqat achchiq bo'ladi-da. Oyi, Marjona biladi, chunki so'ragani bilan siz javob bermaysiz. Yo biror marta aytganmisiz, bor oyini ko'rib kel deb. Ruxsat so'rasa balki ruxsat berardim. Lekin kelib shu bir kun dam olish kuni ham ketadimi? Dam olish kuni uyda o'tirsin, biror bir tansiqroq, shiringina taom tayyorlasin. Ana uyda qancha ishlar bor qilsin? Qaysi kun borsin unda, oyi? Boshqa kunlari o'qishda bo'lsa. Men bilmayman. Ana o'qish kunlarida birida boraversin. Oyi, hamma narsa gap. Ketdim. Siz dam olish kuni ham dam olmaysizmi aka? Sizlar ikkalanglar baribir meni dam oltirmaysizlar. Undan ko'ra taksichiligimni qilaman. Shunda quloqim tinch bo'ladi. Yaxshi o'tiringlar. Yo'q-e. Yaxshi bo'pti. Ajab bo'pti, xo'p bo'pti. Bor, ko'proq pul ishlab kel. Hozir yanga. To'trinso, Robiya yangi ham seni so'rayapti. Men ko'chada bir ikkita ishlarim hal qilib kelay. Gaplashib tur.
Ha, mana yotibman-da. Ko'p o'ylamang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ey ovsin, hech kimni qadrini bilmadim. Sizniyam. Siz hamisha menga yaxshi gapirasiz, yordam berasiz. Men bo'lsam, Qumri ovsinga qo'shilib sizni g'iybat qildim. Gap qildim. Nimaga unaqa deysiz, Ovsin? Hammasi joyida. Siz o'ylamang. Mullakamchi, mullakam bechora, erim kasal yotganda 5 yildan ortiq xizmatimizni qildilar. Ro'zg'orimizni qilib berdilar. Habibulla akamni dorilarini, ukollarni, hammasini faqat shular qildilar. Endi katta aka bo'lganlardan keyin ota o'rnida bo'lib qiladilar-da. Shunday deysiz-u, hamma aka ham qilavermaydi. Mullakam shunaqa yaxshi inson. Mayli. Mullakamga ham tuhmatlar qildik. Dushmanlik qildim. Xudoyim ko'rib turibdi. Mana meni jazoladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Erimchi necha yil kasal bo'lib yotdi. Urishdim, qarg'adim, so'kdim, och qoldirdim. Ba'zan hatto suv ichaman desa, bir kunlab suv bermagan paytlarim bo'ldi. Yo'q, ishni bekor qilsin-da, Ovsin. Qaynonam rahmatli qancha mendan xafa bo'ldilar. O'g'illarini ko'rib, o'g'illarini qarg'ab azob berganlarimni ko'rib qon yig'ladi. Sizga ham Xudoning boqqan kuni bordir degandi. Mana qo'l oyoqsiz qoldim. Shu erimni menga suv, ovqat berishga muhtoj qilib qo'ydi Xudoyim. Tavba qiling, Ovsin. Tavba qiling, Ovsinjon. Tavba qildim, Ovsinjon. Tavba qildim. Agar Alloh shifo berib tuzalib ketsam, hech bir bandani qarg'amayman. Ozor bermayman. G'iybat qilib tuhmatlar qilmayman, Ovsin. Erimga 7 bukilib xizmatlar qilaman. Erimni boshimda ko'tarib yuraman. Sizga sinovdir. Balki bu chin musulmon bo'lishingiz uchun sinovdir. Hammasini yaxshilikka yo'ying, Ovsin. Balki Ovsin. Balkim. Hozir ovqatim tayyor bo'lishi bilan olib boraman. O'tirib mazza qilib suhbatlashamiz. Sizni ovqatlantirib qo'yaman. Keyin uylaringizni yig'ishtirib beraman. Mayli. Keling. Mayli. Kutaman. Umida maktabdan kelishi bilan oldingizga chiqaman. Xo'p. Mayli. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Qayerlardan kelyapsiz? Shu oyim, dadamni ko'rib kelyapman. Ha, keyin yangamdan ham xabar oldim. Yaralarga malham qilib, massaj qilib qo'ydim. Yo'q, shunaqa deng. O'rgildim. Senchi begonadan massaj qilib, malham qo'yguncha, qaynanangni massaj qilib, qaynanangga malham qo'ygin, tushundingmi? Meni duomi olgin sen. Xo'p. Shuni aytsangiz qilamanmi? Aytishim shartmi? Nima?
Bilib qilmaysanmi o'zingning ishingni? Xo'p, Menga qara. Nega sen mendan so'ramasdan turib, onangnikiga ketding? Undan keyin To'tinisonikiga boribsan. Nega mendan bir og'iz shuni so'ramaysan, ha? oyijon, men erimdan ruxsat oldim. Shuni o'zi yetadi. Bundan Yo'q-a? keyin faqat erim Hoshimjon akadan ruxsat olaman. Men charchadim. Uzr, dam olaman. Voy. Voy. Nima deding? Ha? Hey. Hey. Voy. Hay o'lmasa. Voy ilonvachcha-ye. Tushunmadim. Hozir menga shunaqalarni gapirib kirib ketdimi? Ha? Meni qaynanalikdan bu ozod qilib qo'ydimi? Nima balo? Voy ilonvachcha, hali shoshmay tur. Senga ko'rsatib qo'yaman. Meni o'g'lim kelsin Hoshimjonim. Adabingni berdirmasanmi seni? Qani yur bola. Voy, O'zim yopaman. oyi. assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Asal, qizim, yaxshimisiz? Yaxshi. Asalni onasiga olib kiraman, oyi. Qo'g'irchog'im o'ynayman. Bo'ldi, o'ynaymiz Voy, Asal qo'g'irchoq. qizim. Birga o'ynaymiz o'yinchog'ini, xo'p? Joyini to'g'rilab beraymi oyijon? Yo'q, shart emas. O'zim qilaman, qilavering ishingizni. Ana. O qo'ling og'rimayaptimi, qizim? Opa. Hozir ikkalamiz Komilni oldiga boramiz. Nima qilamiz Komilni oldida? Tinchlikmi? Bu Komil qizini yo'lga solib bersin. Bo'lmasa uyga olib ketsin. Menga bunaqa kelinni keragi yo'q. Matluba, menga qara. Ajoyib gaplarni gapirasan-a? Ikkalamiz borib, yalinib, boshimizni egib, qizni olib kelganmiz. Endi yana qaysi bet bilan borib, unga biz arz qilamiz qizidan. Nima bo'ldi yana? Opa, bu betingdan Oygurga bitta gapni gapirib bo'lmaydi. Men bitta gapni gapirsam, uchi ko'zimga qarab turib 10 ta gapni taxlaydi, ha. Beandisha bo'lib ketgan bu, beting qurg'ur. Gapirsangiz, betingizga sapchiyapti. Menga qara. Mana shu kelining Marjona haqida gapiryapsan, shu gaplarni? Opa, sizga boyatdan beri men qulog'ingizga, mana bu qulog'ingizga nimani gapiryapman? Tavba. Odam ishongiz kelmaydi-da. Marjona haqida gapirmasdan boshqa kim haqida gapiraman o'zi? Xo'p, Matluba. Qani, Komil oldiga. Nima deb bormoqchisan? Menga ayt. U meni aytganim qilmayapti. Biror joyga boradigan bo'lsa, bir og'iz meni qaynana deb hurmatimni joyiga qo'yib so'ramayapti. Erimga aytdim, ruxsat oldim deb ketaveryapti, ana. Opa. Menga qara. Ha, bo'pti-da. Eridan ruxsat olgan bo'lsa, bo'pti-da. Endi bir tarafdan to'g'ri emas-u. Lekin shartmi sendan ruxsat so'rash? Ha? Nega shart emas ekan? Shart? Axir yaqinda mendan bir og'iz so'ramasdan, mendan beruxsat onasinikiga qarab ketdi. Keyin yana bir kun borib, Habibla jiyanimga ketibdi, To'tinisoni ko'rgani. Menga qara. Mehmonga bormabdi-ku, yomon ish qilmabdi-ku. To'tiniso kasal yotibdi, kasal. To'shakda yotgan kasalni ko'rgani boribdi. Savob-ku, keyin onasini ko'ribdi. Xo'p, opa. Shu borishdan avval bir og'iz mendan so'rash kerakmidi? Menga aytmasdan
eriga aytib indamasdan ketvoribdi opa. Jahlim chiqyapti-da. Men kimman o'zi? Qaynonamanmi? Sen Hoshimjondan so'radingmi? Nimaga mendan so'ramasdan bordi? Sen ruxsat berdingmi deb aytdingmi Hoshimjonga? O'g'limga aytdim. O'g'limga aytsam, oyijon, sizga aytsa baribir ruxsat bermasdingiz-ku. Shunga so'ramaganda dedi. To'g'ri-da. Shuncha mendan so'radi. Men o'zim ruxsat berib qo'ya qoldim dedi, ha? Bir hisobda to'g'ri-da, sendan so'rasa bermaysan ham-da. Rosti ham-da Matluba. Fe'lini bilaman u. Erdan so'rabdi mayli. Qo'yaver. Endi sen shu faqat mashinda turish kerak edi, a Marjona. Xizmatingda mashinda. Nima bo'pti, opa? Matluba, Marjona ham inson. U ham kelin. U faqat senga kelin emas, qolaversa o'zingni, jon jigaring, jiyaning. Uni ustiga kelin degan xizmatkor emas-ku. Ha, Hoshimjondan so'ragan ekan, bo'ldi, ma'qul. Shuni kavlaverasan menda. Tavba. Qizim, opamisan? Yaxshi bo'lib qoladi yaqinda qo'llari, a? Voy, o'zim urguli, aqlli qizim o'zimmi? Asal qizim, shirin qizim. Ha. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Yaxshimisan bolam? Yaxshi, rahmat. Oyi, Jamila uydami? Ha, uyda. Chaqirib beraymi? Yo'q oyi, siz bir chiqib ko'chani aylanib keling. Voy. Asalni ham olib chiqaymi unda? Yo'q, Asalni Jamila bilan yolg'iz qoldiring. Xo'p, tushundim. Mayli oyi. Xo'p. Kelin. Jamila. Labiyojon. Men shundoq bir joyga borib kelay. Ishim bor edi, maylimi? Asal mana o'ynab yotibdi. Qarab turing, hushyor bo'ling. Nima so'rasa bering, xo'pmi? Xo'p, oyijon, ikki ko'zim Asalda bo'ladi, xavotirlamang. Ha, mayli, yaxshi. Asal, qizim, men hozir kelaman. Doktorga borib kelay, xo'pmi? Yo'q, ketmang. Voy, bolajonim, tez kelaman, sen o'ynab yotgin. Men ham ko'chaga chiqaysiz bilan. Voy, men tez kelaman, bolajonim. Yo'q, ketmang buvijon. Voy. Ha, mayli. Unda bormay qo'ya qolaman, qizim. Oyijon, kiyintirib beraymi? Asal aylantirib kelasizmi? U ham bahonada toza havoga chiqardi. Shifokor ham shunaqa dedi-ku. Toza havoga ko'proq chiqsan dedi. Yoki o'zim olib chiqib kelaymi? Ha, yo'q. Unda-chi? Ikkalamiz Asal bilan aylanib kelamiz, ha, unda. Buni yaxshi kiyimlarini kiyintiring. Xo'p bo'ladi, oyijon. Hozir tayyorlab beraman. Bo'la qoling. Bo'pti, jonim. Qani qizim, kech. To'xta, sekin olamiz. Mayus qon bo'ladi deyishgandi. Tozalab qo'yay. Oyi. Oyi. Voy. Kelor bolam. Voy boshim. Voy boshim. Assalomu alaykum oyi. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Ahvolingiz yaxshimi? Bolam. Qanday bo'lardim? Xuddi haligi yo'q odamdayman. Faqat tuproqdan tashqariday odamman. Nima deganingiz endi bu oyi? Voy, ha endi nima degani bo'lardi bolam? Haligi o'likdan farqi yo'q degan. Shu chaqiryapti deganida bolam. Unaqa demasangiz-chi oyi. Qo'rqitmang meni. O'lim haqida umuman gapirmang. O'zi dadamdan keyin o'lim nimaligini bildim oyi. Endi sizni ham yo'qotishni xohlamayman. Bolam. O'zi-chi,
Meni dadang yoniga chaqirayotganga o'xshaydi. Ko'ryapsan, bu dard hech yengillashay demayapti. O'zi ham g'alati. Ala, jala tushlari ko'ryapman-da bolam. Bir buving, bir dadang tushimga kiryapti. Menchi qanaqadir g'alati joylarda, allaqanaqangi qorong'u joylarda yurgandek bo'lyapman. Yaxshiyam dadang meni urishib berdi. Nima qilyapsan qorong'u joyda? Tur o'rningdan dedi. Ha, seni ishlarni ko'p hali. Undan ko'ra chiqib choyini ich dedi. Bolam. Oyi, Shunaqa dedi bolam. unaqa demang, meni qo'rqitmang unaqa. Agar sizga bir narsa bo'lsa, men bu dunyoda yasha olmayman. Dadam 2 yillarni ko'p qiynadim. Endi odam bo'lib, sizni boshimda ko'tarib, maza qilib yashaymiz deganimda o'laman, ketaman degan gaplarni gapirmang, iltimos. Hali tuzalib, hech narsa ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Hali haj safarlariga yuboraman sizni. Sanatoriyalarga yo'llanma olib beraman. Faqat sog' bo'lsangiz bo'ldi, oyijonim. Bolam. Bu yog'ini endi bilguvchi Alloh. Meni qo'limda emas-ku. Kunim bitgan bo'lsa men nima ham qila olardim? Turing, bunaqa yotish bo'lmaydi. Hozir doktorga boraman. Turing, ketdik. Yotib davolanasiz. Yo'q. Meni bezovta qilma bolam. Bilasan-ku, kasalxonani yomon ko'raman. Hidi yoqmaydi. Meni u yerda olib borib qo'ysang, ajalimdan 5 kun burun o'lib qolaman-ku. Menga mana shu uyim tinch. Aytishadi-yu, o'z uying, o'lan to'shaging deb. Men nima bo'lsa ham o'zimni uyimda bo'lay, kasalxonada emas. Biz ishda, o'qishda bo'lgan paytimiz uyda yolg'iz qolib ketyapsiz-da. To'satdan qon bosimingiz ko'tarilib ketsa nima bo'ladi? Meni boshqa choram bormi, bolam? Ha? Sen ham ishlamasdan uyda o'tirsang, bizni kim boqadi, bolam? Singling endigina tayyorlov kursiga kirgan bo'lsa, xotining bo'lsa o'qishdan bo'shamasa. Oyijon, bir ilojini qilamiz. Faqat siz hech narsani o'ylamang. Hech narsadan siqilmang, xo'pmi? Xo'p, bolam. Yaxshi bo'lib ketadi hammasi. Xo'p. Keng Olmazorga qarab, bahri dilim ochiladi. Bundan ortiq rohat bormikan? Otamdan qolgan bog'im, o'zim mehr berib o'stirayotgan daraxtlarim. Sizlarsiz hayotimni tasavvur ham qila olmayman. Bizning yerlarimiz oltinga tengdi o'zi. Serhosil, unumdor. Cho'p tiqsang ham ko'karib chiqadi. Qanday baxt-a? Ha, hali bog'im yana ham gullab yashnaydi. Mo'l-ko'l hosil beradi. Hammaga yaxshiligimiz tegadi. Oyi, Nima gap, tinchlikmi? Jamila ishdan qaytmadimi? Yo'q. Bunaqa paytda qaytmaydi-yu, bilasan. Oyi, mana bunga qarang-da. Kechagi tasvirlar. Lekin Asal qayerda? Nimaga u ko'rinmayapti? Oy, senga aytish esimdan chiqibdi. Kecha Asalni Jamila bilan uyda qoldira olmadim. Nega? Siz bilan boraman o'ynashga, siz bilan boraman deb etagimga yopishib turib oldi. Oyi, axir bunaqaga kelishmagandik-ku. Qizing siz bilan boraman deb yopishib olgan bo'lsa nima qilaman? Oyi, nimaga shunaqasiz-a? O'zingiz Jamila Asalga o'gaylik qiladi deb har safar gapirasiz. Isbot dalil topaylik desam, rejani ham buzasiz, oyi.
Menga nima deysan? Boshqa reja tuz unda. Shundan boshqa ma'qul reja yo'q, oyi. Xo'p, men shuncha pul sarflab nimaga kamera o'rnatdim unda uyga? Shuni ham oyi o'xshata olmadingiz-a? Voy. Men nima qildim senga? Endi meni aybdor qilyapsanmi? Yo'q, unaqa emas oyi. Siz ha deb Jamilani yomonlab urganingizdan keyin meni ham yuragimga shubha tushdi keyin. To'g'risi, Jamila bilan gaplashgim ham kelmay qoldi. Axir bilasiz, Asal men uchun naqadar azizligini. Uni hech kimga xo'rlatib qo'ymayman. Qizimni hatto chertishga ham hech kimning haqqi yo'q. Agar rostdan unga Jamila o'gaylik qilayotgan bo'lsa, men uni shunday qo'yib qo'ymayman. Agar shunday bo'lsa nima qilasan? Ajrashaman. Buni oldin ham aytganman sizga. Sevaman, o'laman, kuyaman deb o'ylangan bo'lsangami? Ha, men uchun bu dunyoda sizdan, qizimdan aziz insonim yo'q. Ha. Bolajon. Zumrad. Mayli, gaplashmay qo'ya qolaman deganimda yana o'zi yuragimga o't soldi. Shaddotligi ham bor ekan. Qarang-a, yuring ovqatlanamiz deb o'zi shartda aytdi qo'ydi-ya. Baribir shaharlik qizda. Mendek qishloqi yigitni o'zi xohlagan kuyga solib ketaveradi. Ha, rostdan ham ajoyib qiz. Kutilmagan qiliqlari ham bor. Hali men bilmagan qancha qarorlari bor bu qiz-a. Yozsammikin-a? Javob yozarmikin? Zumradxon, yaxshimisiz? Bugun darslar qiyin bo'lmadimi? Hozir ham dars qilayotgandirsiz-a? Ertaga bizga imtihon. Sizlarga hammi? Javob yozmayapti-ku. Bekor yozilmikin-a? O'chirib tashlayman. Assalomu alaykum Tolib aka. Uzr. Men band edim, oshxonada ish qilayotgandim. Endi telefonimga qaradim. Dars qilmayapsizmi? Yo'q, dars qilmadim. Endi boshlayman. Yaqinda oraliq. Shunga hozirdan tayyorlanyapman. Mayli Zumradxon, sizga xalaqit qilmay. Charchamang. Rahmat. Siz ham charchamang.